Assalomu obunachilar, sizlar bilan Backcraft. Ya'ni mana bu bugungi darsligimiz mana bu Pajab Launcher, ya'ni launcher Minecraft'ni yuklaganlar biladi buni. Nima kompyuterda Minecraft o'ynaysizlar, o'sha Minecraftni telefonda ham o'ynab biladi. Uning uchun mana bu nima kerak? Ilova emas, biz bu uchun Google'ga kiramiz. Mana yana Google kiramiz. Google kirib, mana yana Pajab Launcher. Play Market'da kirsanglar agar chiqmaydi, yana Pajab Launcher yozamiz va qidiruvga bosamiz. Mana bu chiqdi. Birinchi original saytga kirasiz. Bular mana bu ham bo'ladi. Pajab Launcher AKF iPhone'da bo'lsanglar Apple'ga pastroqqa ham bor. Mana bu yerga Pajab Launcher kirasizlar va pastga tushsanglar mana bu yerga mana rasmlari ham bor. Mana bu yerga tushsanglar mana Download Pajab Launcher bor. Shuni bosasizlar bitta. Bu yerdan ham keyin shuni qilasizlar, yuklanadi o'zi. Keyin yana boshqa yo'llari bor. Bu iOS, ya'ni planshet uchun birinchisi, bilmadim yana. Mana bu Android ham bo'ladi menimcha. Kirasizlar, mana free download kerak, yuklash kerak, bu tarjimasi. Bosasizlar. Va bu ham yuklanadi. Start boshlash. Va shunaqa qilib mana bu yerga 3 ta nuqtalarni bosasizlar. Nimagadir mana bu ochish va qayta yuklash. Hozir. Mana yuklanmalarga kirasizlar. Mana Pajab Launcher APK mana bu yerni yuklaysizlar, bu ustiga bosib. Va buni men yuklab olganman. Shuning uchun bu yerga kirib, buni ustiga bosasizlar. Kirganingizda mana pastiga bitta narsa chiqadi, mana shu. Yashilchani tagiga bitta narsa chiqadi. Undan oldin mana bilasizlar, bo'lmaydi, off bo'lmaydi, mana bu ham bo'lmaydi. Faqat bitta mana bu bo'ladi. Keyin mana buni bosasizlar. O'sha 1.7 o'nni pastroq bo'lmaydi. Mana plusni bosasizlar keyin. Va ikkinchisi Optifine Profile. Create Optifine Profilni bosasizlar. Va bu yerga Optifine versiya so'raydi. Mana tepadagi qahorali oldizi unit bo'lmaydi sizlarda. Create account bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladi. Va bu yerga o'zimizni tanlaydigan versiyamizni bosamiz. Masalan, menda farqi yo'q, sizlar bosasizlar, ustiga masalan 1.12. Mana shu birinchisida Optifine HD u mana yerga bosasizlar, to'ladi o'zi. Keyin chiqasizlar. Mana bo'ldi, yuklab olindi. Va Create Optifine bosasizlar. Bu yerda mana hozir ozgincha kissasizlar, chiqib ketmanglar, hech nima bosmanglar, o'zi nima qiladi. Mana install, hech nimani bosmanglar, mana kompyuterni shunday qo'l bilan nima qiladi. Va o'zi chiqib ketadi. Bu yerdan chiqsanglar, mana bu yerga ana endi off mana bu chiqadi sizlarda. Buni playni bosasizlar. Playni bossanglar, mana bu avval akkaunt ochib olasizlar. Add account bo'ladi sizlarda, mana bu qahorali o'rniga. Add account va pastdagisi tepasida ko'p vaqt ketadi, local account. Bu yerda o'yinni nicklarni yozasizlar. Masalan, men farqi yo'q. Azik Craft mana
0.92. Valla o'zimni nikimni kiritdim. Va endi playni bosasizlar. Sizlarda ko'proq vaqt oladi bu. Men avval yuklagan. Ozgincha kutasizlar va o'yinga kirib ketadi. Okeyni bosasizlar. Va sizlarda aslan mana bu tugmalar bo'lmaydi, oq bo'lmaydi. Faqat mana bu yerga kichikroq bo'ladi. Men o'zim sozlab qo'yganman. Mouse bor mana bu chetda. O'rtada mana qo'yganman. Mouse'ni bosasizlar, mana mishka chiqadi. Va bu yerga ozgincha kutasizlar. O'zi kiradi, faqat Java versiya bo'lganligi uchun sekinroq kiradi. Mana mojang kirdi. Men kompyuterni sozlab qo'yganman. Kompyuter tugmalariga. Shuning uchun ozgincha sizlarda bo'lmaydi bu. Kirasizlar, bunday hozir chiqadi mojang. Bu yerda chiqarilgan nima kompaniyani nomi bu Mojang Studio. Mana kirdi. Boshida sizlarda mana qotadi, mana. Birinchi navbatda Optionsga kirasizlar. Pre'ni bosasizlar. Pre sizlarda mana bu yerda yurish knopkasini bu chap tarafida bo'ladi. Pre'ni bosasizlar. Pre. Keyin video settingsni bosasizlar va bu yerda o'zingiz sozlab qo'yasizlar. Qotmaydigan bo'lsa, qotmaydigan kerak bo'lsa, menga o'xshab sozlaysizlar. Animatsiya off details qo'yiladi. Keyin mana bu better grass, ya'ni bu grafikani sal nima yengilroq qiladi. Va kirib bo'lgandan keyin single play xohlasanglar mana bunday qilasizlar. Mana buni kichiklashtirsanglar bo'ladi. Menga mana shunisi yaxshiroq. Va bu yerda serverlarga multiplayer, single player bir o'zingiz va mening merlarim bu. Kreativ. Okey, hozir men videoni tezlashtiraman, kiradi. Va mana kirdi va mana bu yerga bosasizlar, o'chiradi, bu nimani almashtiradi. Ozgincha boshida, ozgina qotadi boshida. Menda ham bo'lgan chanklar ochilmaydi. Va mana bu aytgandek better grass, mana bu o'tni nima qiladi? Katta o't qiladi. O'tli joyini loy emas. Mana tepasida o't bo'ladi, tagida loy. Bu hamma nima loy o't bo'ladi. Va bu yer 18 fps va uni bosanglar invertor mana bunaqa qotadi, lekin telefoninglar kuchliroq bo'lsa, meniki ozgincha kuchsiz. Ancha bo'lgan olganimni ham, xotirasi ham to'lgan. Va shunday qilib bo'ldi, mana shunaqa Minecraft o'ynaysizlar, qishloq topasizlar, server qilasizlar. Mana qotmayapti endi. Va agar grafikani maksimum tushirmoqchi bo'lsanglar, diazimni kirasizlar. Mana bu 0,8 ni
0,2 qilasizlar. Keyin mana buni ham fast qilasizlar. Va bo'ldi mana. Tumanli bo'ladi. Lekin FPS tushadi. Hammaga video hammaga xayr do'stlar, kanalga obuna bo'ling. Va bu mening birinchi katta videom. Albatta obuna va like bosishingizni chiqmasin. Kommentga любой so'zlarni yozasizlar. Albatta xayr hammaga. Kanalga obuna bo'linglar. Biz tezroq 50 ta bo'lishimiz kerak. 50 mingta emas. 50 ta. Albatta obuna bo'lib like bosing, barchaga xayr.